Aşırısın ben gibi. Verin. Yemizin birinchi kattalarga. Toza ekan. Yaxshi ko'rasan. Pekinalarga. Maqina. Yaxshi ko'rar kerak. Dilnoraga o'xshab Dilnora yemas ekan. Ha, u yemas ekan. Kremini yemayman deb nonini. Tort yemaydim dedim. Uchi yemas ekan. Yomon ko'raman. Qoshiq yo'qmi endi? Qoshiq olib kelasan. Mana ashula toza qo'shib ekan. Amirbek, to'rt yeysanmi? Mana shunaqa. Ha? Yemayman. Amirbekka beringlar, yeydi Amirbek. Toy kiydi, toy. Ana uchi. Ustiga yashil. Ana odam qamatasi bor xolosmi? Ha, kompyuter o'ynaydi. Muhammad az yemaydi. Nima yo'q? Qoshiqmi? Dada, ayva. Soliha qanday? Ayva qilib qo'ying. Qalaysiz? Turgan, olmaysanmi? Yo, qariganni ko'rasiz-da. O, chol bo'lganingizda ko'rasiz keyin. Muhammad az bor. Yo'q dedi. Chiqadi, ayam chaqiryaptilar, ketamiz dedim, keling. Kantur yopishib qolgandilar. Ayam chaqiryapti. Amirbek. Amaki edi. Mohina tutib olmadim. Aynib qoldingmi? Boyaga turishmi? 120 mingga. Achchiq. Yaxshi. Krem achchiq o'xshab turadi. Slivka ekanda qaymoq Amirbek, mana kelgan. Borojli krem dedi. Ma, ey. Ha, slivkada Amirbek. krem. Ma, Yaxshi ekan, mazza. mana kel. Qo'y, olib qo'ydi. Bor. O'tasan? Hozir aytib turibman, yo'roqqa surib qo'yaydi. Muhammad Aziz. Pisami qo'lingda? Muhammad Aziz. Mana to'g'richi. Krem arasi ko'p ekan, ha? Oyna. Qalaysan? Yaxshimisan? Kampir. Tinchda bugun. Yo'q, mana buni. Ha, tinchda. Alohida yegan. Qara. Shing nomina. Tug'ilgan kuning chiqdi mana. Shing. Shing kutib o'tirgan ekan. Bugun nechi? Chesla? Nechinchi yil? 25 yil. Yozda bo'ladi. 25-yil, 23 dekabr. Mohina necha yoshga kirdi? 9 yoshga kirdi. Sizga kirmading? 8ga kirding. Endi 9 ga kiradi-ya. 8ga to'lib, 9ga Endi qadam qo'yyapsan. Qizga kirib. Amirbek, necha yoshdasan? Ha? 2 dami? 2 da. 2. Shohrux, necha yoshdasan? Jonim, 4 yosh. Aytib qo'ylam. 5 yoshda. 5 yosh. Mana. Mana Shohruxga kiyim olib keldim-da, o'g'lim. Kecha shu kuni olib kelaman. Shuni Dadasi 61 dasa? Ha? 61 yoshdasa? Portiy bo'lyapman. Bilaman. Tan jonlaring sog' bo'lsin, iloyim hammalaring sog' salomat yuringlar. kirsinlar. Qiz bo'lib yursin. Boshqa piyola yo'qmi? Maqsumi?